Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Mana bahor oylarida mana sizlar bilan yana ko'rishib turibman. Mana shunday qilsak, ovoz yaxshi eshitilar ekan. O'rmonda yana molni boqib aylanib ketamiz. Mana mollar o'tlab yotdi, ajillatib. Hamma joy ko'kalam o't. Mollar qon to'ya boshlayapti asta-sekin. Bundan muammo yo'q. Yana nima deyish mumkin? Mana biz sigir tug'ish kerak yaqinda. Hamma dala-dashtda ish qizg'in. Yerlarni ekyapti hamma. Menda ham ekilgan joylar ko'p, hali ekish kerak. Mollar yaxshi o'tlarkan deb yozibdi kimdir. Bir video olib tashlagan. 2-3 kundan beri dalaga chiqqan yo'qdi. Shuning uchun bugun hozircha yaxshi o'tlayapti. Tak bo'lmasa buni ham surib yuboradi. Hozirgina telefon ko'rib qolsak, topib bo'lmay qoladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.